Bir kuni o'sha ot suvi qolmagan eski quduqqa tushib ketibdi. Dehqon esa uni chiqara olmabdi. Va dehqonning xayoliga dahshatli bir fikr kelibdi. Otimni chiqara olmasam, u qiynalib o'ladi. Quduq ham eski. Shuning uchun quduqni tuproqqa to'ldirib, otni azobli o'limdan qutqaraman deb odamlarni chaqiribdi. Odamlar belkurak bilan quduqqa tuproq tashlay boshlaganda, ot qo'rqib kishnay boshladi. Dehqon ot qiynalib o'lmasligi uchun hammani tuproqni tezroq tashlashga boshlabdi. Oz muddatdan keyin otning ovozi ham chiqmay qolibdi. Odamlar esa uni ko'mib bo'ldik shekil deb ishda davom etishdi. Lekin vaziyat umuman boshqacha edi. Ot ustiga tushgan tuproqni oyoq ostiga tashlab bosa boshlayotgandi. Har gal ustiga tuproq tushganda shunday qilardi va borgan sari yuqoriga ko'tarilardi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin hamma lol qolibdi. Ot sog' salomat quduqdan chiqib olgan ekan. Hayotimizda ham shunday. Boshga muammo tushganda kimdir baqir-chaqir qilib noliydi. Yana boshqa odam esa boshiga tushgan muammoni oyoq ostiga tashlab bosa boshlaydi va xuddi otga o'xshab yuqoriga ko'tarilaveradi. Sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, keyingi xulosalarda ko'rishguncha.